bolada quando ela saca as amigas. Porque quando Vallahi bu video bilan maqtamoqchi emasman. Ko'p PUBG'lar kubokni o'zidan nastroyga qilishni bilmaydi. Ya'ni grafika. Men qiladigan nastroykalarni birma-bir qilib chiqsanglar foydasi tegadigan umiddaman bola. Bola birinchi o'rindan moslashtirilganga o'tkazib olamiz. Keyin janglar, lobby, hub, uyni ravon ekstremal qilib chiqamiz. Pastdagisi eng katta FPS ga qo'yiladi. Ekstremaldan baland bo'lsa, tepasini qo'yinglar. Chunki sizlarning FPSlaring baland bo'lishi ham mumkin. Keyingisi pastdan kengaytirilgan grafika sozlamalariga tushib, silliqlikni faolsizlantirishga qo'yib qo'yasizlar. Quvvat tejash bilan moslashtiruvchi grafikani o'chirib qo'yasizlar bolalar. Bolalar video rosa cho'zilib ketdi. Ertaga xudo xolasa ikkinchi qismini chiqaraman. Siz meni qot qo'ymaslik uchun obuna, like bosib qo'yingiz.